Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024 yili 12 oydagi 28 kuni men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq ikki haftada bir qatim qiladigan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'urlar haqida. Ehtimol amanglar bundan yaxshi ko'ngil bilib hozir. Suriyadagi Uyg'urlarning ahvoli to'g'riliq o'tganda sizlarga men o'miz ahvolini deb bergan konkret ishlardan bir ishonchlik manba topolmag'achqa bir narsa deyolmagandim. Keyin nima Angliyaniki Telegraph degan media shirkati bir narsa e'lon qildi. O'ylab qarab qo'yay, Telegraphga deyman. Bir videoluk xabar e'lon qildi. Uningda Turkiston Islom partiyasi degan tashkilot ishlagan bir qism videolarni ko'rsatib, Uyg'urlarniki bu qatim Asadniki yiqilishida o'ynagan rollari haqida bir qism ma'lumotlarni berdi. Uningda Uyg'urlarniki zodi qanchalik askari qatnashganligi to'g'riliq aniq gap qilmabdi buningda. Ben başka Twitter'lardaki bazı uçurlarga asasen 5000'dek Uygur askeri bu qatımki işe qatnaşkanlığını bildim. Twitter'ga yazıptı birisi. Bu qatım şu Asad hükümetini ağdırtışga qatnaşkan askerlerdeki cemi sani 25 bin etrafı diken. Bunun için de Uygurlar 5000'dek Uygur askerleri varken endi. Şunu bir yerde köydüm. Şu bu qatim Telegraph degan media shirkati ishlagan videolar xabarning uzunligi 4 minut 13 sekund ekan. Bu jami 2 million 532 ming qatimdan ko'proq ko'rilibdi. Hayron qoldim. Bu Telegraph mediasiniki yezilganlar, nima a'zolari 5 million 790 ming kişiken şunun için 2,5 milyondan çok adam videonu görüptü. Tesirlendim ben. Bundan kürülüptü de. Andi muşu işle münasebetlik yani bir mühim iş var. Onu mu desenler muşu Suriye hakimiyetinin kaldırılışı Esad'niki Rusya'ya kaçıp gitişi bilen Xitay başlığı Jallat Xi Jinping'in ayeti qo'rqib ketdi. Meniki gelgen ma'lumotlarga asoslangan chog'da Asad 12 ayning 8 kuni Rossiyaga qish ketdi. 12 ayning 9 kunimi yo 10 kunimi Xi Jinping degan jallat Beijingda bir yuqori darajalik rahbarlarga bir jiddiy yig'in ochdi. Yig'inniki temisi chegara rayon xizmati yig'ini deb atabdi. Beijing Gongzhou Hui deb atabdi uni. Nomi yig'inniki nomi pek cho'ng emas. Lekin asoslig'i Suriyada bo'lgan ishlar, lekin Suriyadagi Uyg'urlarniki masalasi, Uyg'ur qo'shinniki masalasi. Mushuni deyishibdi. Men Xi Jinping maxfiy holda Sharq Turkistonga berib keldi deb anladim shu vaqtning o'zida. Berib keldi deb anladim. Ishqilib umumlik vaziyat nima desanglar, Xi Jinping intayin jiddiylashib ketdi bu ishdan keyin. Endi Suriyadagi Uyg'ur qo'shinlarimi debdi. Suriyadagi ish tugadik, bizniki keyingi nishonimiz Xitoy edi. Ashlar debdi, shu gaplar bilan bularni aytib qo'rqib, shular bir yig'in ichib, bu yig'in maxsus shu Suriyadagi Uyg'ur askarlari to'g'riliq. Undan keyin Xi Jinping nima Sharq Turkistonga bir berib keldi degan gapni men anladim. Lekin uni jazmlashtirolmadim. U bir hech qanday xabar yo'q, to'g'riliq. Men boshqalardan anladim bu gapni. Endi mushdan keyin hozir vatanga berib kelayotgan Uyg'urlar masalasida intayin cho'ng o'zgarish bo'ldi. Nayta cho'ng o'zgarish bo'ldi. Nimada Xitoyga yetib qolgandan keyin Aydurmada necha soatlab so'roq qilinish bir odatdagi ish hozir ashunga aylandi. Aylanibdi. Andan keyin bundan boshqa ishlarni bo'lib o'tibdi. Konkret ishlarni egallab olmadim, boshqa ishlarni bo'lib o'tibdi. Herhalde bu yaqinqi vaqtlarda vatanga bordigan yoki Xitoyniki Sanyadiga bordigan bir to'lqin ko'tarilgan Uyg'urlar chetalik Uyg'urlar herhalde yo'lga chiqishdan burun zodi u yerdagi vaziyat qanday ekan birozdan sap baqsanlar bo'ladi. Meniki
ma'lumlagan xabarlarga asoslangan chog'da hozir intan cho'ng o'zgarish bor bu ishlarda. Bu vaqtda qo'rqib ketib Uyg'urlardan bu jihatdagi siyosatlarni qaytadan tanishib, chingitib degandek bir ishlarni qilgandek turdi. Shunga shuni deb qo'ydim. Endi yaqinda shu medialarga chiqqan bir xabar Xitoy hokimiyatiniki ba'zi cho'ng amaldorlarining deyishicha, agar Xitoyda bir pay askar, bir pay degan bir 30 dak odam bo'ladi, mening farzimcha gap. Bakchiq bo'lsa 100 bo'lishi mumkin. 8-lik askar, bir pay askar agar isyon ko'tarsa Xitoyda hozir Xitoy Suriyaga aylanib qoldi debdi bir boshliq. Xitoyniki ahvoli hozir shu darajada xatarli ekan. Bir kichkina bir plikniki plikka o'tishini saqlab turayotgan bir vaziyat. Agar plik o'tishib qolsa Xitoyda noyati cho'ng qalam qancha chiqadi deb mushunga yondab turib bu gaplarni o'tirib chiqdi. Ondan keyin nima Türkiston Islom partiyasining ishlagan bir videosi bor ekan, bu qatim Suriyadagi Uyg'ur askarlarini tunishtirib, ularning ishlarini tunishtirgan bir video. Uni Twitterga chiqarib qo'yibdi ekan. Twitterda bor. Men degan telegraf bilan Türkiston Islom partiyasining videosiniki ulanmasini shu videoning ostiga chiqarib qo'yman. Ko'p asana bo'ldi, ko'p ahmoqlar. Bu Twitter'daki videomu 760 ming qatimda ko'rilibdi. Ko'p ko'rilibdi. Endi menga yaqinda men erishgan yana ba'zi boshqa uchurlar bor Uyg'urlar haqida. Uniki birisi 2017-2018 yili cho'ng ko'lamli tutish bo'lgandan keyin shu chog'da tutilib ketgan Uyg'urlar ichida o'ldirilganlarning soni intayin ko'pga. Va ko'pkan men buni burun bilatdim, xabar qilgan. Menga bir soqchi organidan kelgan, organ ishlagan odamdan kelgan ma'lumotda 9 million Uyg'ur yo'qolib ketdi Uyg'urlar jamiyatidan degan uchur kelgan. Men buni Twitterlarga chiqardim, leksiyada so'zladim, suhbatlarda so'zladim. Bu 9 million Uyg'ur yo'qolib ketdi deb. Endi men yaqin kelgan ma'lumotda haqiqatan 2017-2018 yil ichida dastlabki tutilgan, cho'ng ko'lamda tutish bo'pti. Shu tutilgan Uyg'urlar ichida hech qanday siyosiy yoki huquqiy tayanchiga yo'q kishilar, chet ellar aloqasi yo'q, hech kim izlamaydigan Uyg'urlardan intan ko'p sonli Uyg'urlar o'ldirilibdi 2 yil ichida. Ben bu xabarni oldim yaqinda. Bak ko'nglim yerim bo'ldi. Ben buni anlab kelgan, deb kelgan, lekin maqata meni bu ish biroz jazmlashdi endi. Hozir nimada vatanning ishlarida ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan. Masalan, burun Uyg'urlar Xitoyga chaqilolmaydigan bo'lib ketgan. Agar Uyg'urlar Xitoyga chaqilib qo'ysa, qanchalik u o'tirdagi ziyatniki qanchalik cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'urlarni shunchalik tutib ketadi. Uyg'urlarga hech qanday inglizcha tolerance deydi. Hech qanday bir imkoniyat yo'qlam. Agar Xitoy bilan bir narsa deyishib qolsa, cho'g'im Uyg'urlarni tutib ketadi. Hozir buni Xitoylarga kengaytibdi. Agar Xitoylar bir Uyg'urga chaqilib, buzaq qilib qilsa, agar Uyg'urlar ma'lum qilsa, Xitoy nima tutadi ekan hozir? Yaqinda mana bir o'zgarish bo'libdi. Oniki yana bir bo'lgan o'zgarish ehtimol xabarlarda bor. Yaqinqi nechalarning mobaynida Sharq Turkistondagi ko'chlarida usul o'ynaydigan odamlarning hammasi Xitoy bo'lib ketgan. Bular Uyg'urlarni yo'qotib, Xitoylarni tarbiyalab, Xitoylarga Uyg'urcha kiyimlarni kiydirib, Sharq Turkistonga borgan sayohatchilarga usul o'ynab, naqsh aytib degandek ashlarni qildigan bo'lib ketgan. Shu yaqinqi vaqtlarda ishkirdan kelgan shu sayohatchilar fikr qilib, norozilik bildirib qo'yishqa. Biz Uyg'urlarni ko'rdik kelsak, Uyg'urlar ne ketdi? Qani bu Uyg'urlar? Bu hamsi Xitoy ekan, o'zimizga o'xshash odamlar ekan deb fikr qilib yurib, hozir endi ko'chalarda usul o'ynaydigan, naqsh aytadigan Uyg'urlarni ko'paytirdi yaqin. Shu xil ko'p yerlarda Uyg'ur usul o'ynaydigan bo'libdi Xitoylarning o'rniga. Ammo tozaliq ishlari hamsi 100% degidek Uyg'urlar ekan.
Aniki yemir bo'lgan o'zgarish hozir Uyg'urlar o'zining uyini Sharq Turkistonga sayohatchi bo'lib kelgan Xitoylarga ijaraga berib turadigan ishlarga yo'l qo'yiladigan bo'libdi. Ehtimol xabarlarda bor. Chet elda Airbnb deb o'zining uyini mehmonxona o'rnida ishlatadigan ishlar bor. Bu tarqib ketdi hozir. Hozir bizning Sharq Turkistondami Uyg'urlarniki o'ziniki ortiqcha uylarini Airbnb'ga o'xshash mehmonxonaning o'rnida sayohatga kelgan Xitoylarga ba'sa buldigan bir siyosat chiqibdi. Bu ishkirdan kelgan Xitoy sayohatchilar Uyg'urlarniki shunday uyda turishini bak yaxshi ko'rdi ekan. Ashta bir ishlar yo'l qo'yilibdi. Ondan keyin hozir endi Uyg'urcha maktab degan narsalar butunlay yo'qolib ketdi. Xabarlarda bor. Uyg'ur bolalarning hammasi Xitoy bilan birga o'qiydi. Sinfniki eng oldida minayotgan 4-5 o'quvchilarniki hammasi degidek Uyg'urlar ekan hozir. Uyg'ur bolalarning o'qishi intayin yaxshi ekan. Sinfning oldidagi o'quvchilar hammasi Uyg'ur o'quvchilar deydi. Yaqinda yine ba'zi Xitoylarniki xabarlar chiqibdi. Buningda o'tgan yil 2023-yili Sharqiy Turkistonda ayzi kasali bilan yuqumlangan Uyg'urlarning soni 100 mingdan oshibdi. Ashunday bir rekord bilan Uyg'urlar 6-o'rinda turdi ekan. O'lkalar bo'yicha seçtiğin joylarda bir xabar chiqibdi. Andan keyin ehtimol RF'ning xabarlaridan ko'rdinglar. Hozir Uyg'ur qizlariniki Xitoy bilan to'y qilish ishi nihoyatda yuqori pallaga ko'tarilib ketdi. Buningga hozir endi burun bir qism kishilar shaxsiy shirkat ochib Xitoy qizlarini Uyg'ur erlariga tanishtiradigan ishlarni qildi ekandik. Hozir bu endi hukumatniki bir xizmatiga aylangan o'xshaydi. Hukumat bu ishga aralashib Uyg'ur qizlarini Xitoy bilan to'y qilishga urlashtiradigan ishlar bo'lib ketib turibdi. Bir yuqori pallaga chiqibdi. Shunday qilib biz Uyg'ur erlardan ayrilib, qizlarimizdan ayrilib qoldik. Ahvolar bek echinishliq. Bu jihatda videolar bek chiq, uni sizlarga ko'rsatgim kelmadi. Ahvol bek og'ir ish qilib. Ondan keyin hozir ham qish kirdi, 12-oy bo'lib qoldi. Uyg'urlarniki aşağı silinishini boshlanibdi. Bu jihatda videolar chiqibdi to'rlarga. Yaqinda chiqqan yana bir xabar bu Uyg'urcha nima Xitoydagi Uyg'urcha TV televizor xabarlariga chiqyapti. 2025-yili 1-oyning 1-kunidan boshlab 18 yosh va undan yuqori yoshdagi erlarning hammasi harbiylik tizimlatmasi bo'lmaydi ekan. Uni majburiy harbiy bo'lish bir ishi boshlanibdi endi. Bunun Uyg'urlarmi qatnashishga o'xshaydi. Uyg'urlarning erlari ancha ko'p qolmadi. Qilib qolgan erlarni endi mushqim solgan bu o'xshaydi. Ondan keyin yana bir video yaqinda to'rlarga chiqqan. Xitoylar ishlabdi buni. Bu Xitoyda 1 milliard 400 million nüfus bor. Urumchida 4 million nüfus bor, ammo ko'chada odam yo'q. Odamlar nakatdi deb. Urumchiniki ko'chalarida odam yo'q. Ashtaq degan bir videolar chiqibdi. Endi bugun deydigan ikkinchi mazmun Uyg'ur Project fondiniki xabari. Bizga har oyda yana qilib kelayotgan Yevropada bir qarindishimiz bor. Endi Turkiyada bir singlimiz bor. Ular yaqinda yana yana qildi. O'tganki videoni chiqarib bo'lgandan keyin ularga ko'p rahmat aytaman. Ondan keyin o'tganda sizlarga Abduvali Oyibniki yaqinda chiqqan kitoblarini gapini degandim. Bunun ichida asli birinchi qismi Elippa degan kitob. Shu Elippa degan kitob tugab ketibdi. Bu kitobni hozir talab qilayotganlar jiqkan. Amerikada bu bor ekan, lekin yo'q, lekin bu kitob tugab ketibdi. Buniki amonlik qilmoqchi. Men yaqinda bu joyda bir ishlarni qilgandan keyin sizlarga natinisini deyman. Lekin shu hozircha og'ilolmaydi ekan. Elippa kitob nima Taklamakan kitobxonasida yo'q ekan, Jallo Hajimniki kitobxonasida. Buni bir deb qo'ydim. Yana bir narsa bizniki ko'p pul g'ashlab yasagan nima bo'ytaq Uyg'ur qiz yigitlarini o'zaro tanishtiradigan bir to'r betimiz bor.
ismi kelnur.com. Biz buni bir yılın aldıda Uyghur Kompüter İlmi Cemiyeti'ne ötküzüp berdik. Şular başqaryapydy. Bular bu torbetindeki bütün texnikalik meselelerini hal qilib, intay ravonlashtirib, bexatarligini to'liq kapolatga qilib, nihoyat yaxshi mandiryapti hozir. kelnur.com degan torbeti. Nihoyat yaxshi menyapti. Şuna o'ziga jo'ra izlayotgan Uyg'ur yigitlari yoki qizlari foydalanlar bu torbetidan. Biz shu yot millatlardan to'y qilib ketishni azaltish uchun shu Uyg'urlardan o'ziga jo'ra izlayotgan yoshlarga yordam qilish uchun bu torbetni yasadik. Bundan foydalanlar. U haqsiz. Buni bir tilga qo'ydim. Endi bugungi so'zlaydigan uchinchi mazmun Xitoy haqidagi xabarlar. Xitoyda hozir umumyuzlik tushkunlik andikin nima deymiz qayg'u kasali paydo bo'libdi. Bu kasal hamma yoshdagi kishilarda bor ekan. Bo'libmi yoshlarda o'rta maktab, oliy maktab o'quvchilarida bak ig'ir ekandiq. 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning ichida shu qayg'u kasali yo'yijing var, Xitoyda yo'yijing deydi ekan, qayg'u kasali. Shunga giribdor bo'lganlarning soni 32% atrofida. Hozir bu hamda kengayib boshlang'ich maktablarga bog'ilib turibdi. Chiqib Xitoyda umumyuzlik bu kasallar umumyuzlik tarqalib turibdi hozir. Asosli nima desa, maktab berib o'qiydi, lekin istiqbol yo'q. Kelgusida nima qilishni bilmaydi. Xizmat yo'q degandek. Mana shu ahvol bilan tushkunishish ahvoli eg'ilishib ketibdi. Anındakin Xitoyniki iqtisodiy davomliq saqayt qilib bo'lmaydigan darajada nacharlashib menyotidu hozirmi. Albatta degandek Urumchida odam yo'q degandek. Urumchida nimcha odam yo'q desanglar, bozorga borib savdo qiladigan odam yo'q. Hozir nurg'un shirkatlarning taqilish nisbati intayin yuqori. Bu jihat kishilarni eg'ir darajada taraqqiyotida Xitoyniki iqtisodniki chekinishi. Shu oyniki 26-27 kuni, ya'ni oldingi 2 kuni, 2 kun ichida Xitoyniki markaziy hukumatida Politbyuro yig'ini ochilibdi 2 kun. Bu yig'in Minju Shinxo Hui deb ataydi Xitoylar buni, Minju Shinxo Hui deb. Demokratik turmush yig'ini deb. Amnatda bu yig'iniki ismi buna kichik bo'lgan bilan bu yig'inda cho'ng masalalarni hal qiladi odatda. Masalan, yangidan kishilarni vazifaga qo'yadigan yoki kishilarni vazifasini evetadigan ishlarni burun Xuyobangmi mushta bir yig'inda o'ziniki vazifasini arlagan mushta ishlar bo'ldi. Maqati men mush yig'in ochilibdi. 2 kun ochilib bu qatimqi yig'inda sal men burun kutmagan ahvol yuz beribdi. Men his qildim. O nima desanglar, majig'in maydoni shu, Politbyuroniki 24 a'zosi bor ekan, buning ichida 7 nafari Politbyuroniki doimiy a'zosi, Xi Jinping shuniki raisi, bosh sekretar. U yolg'iz o'tirgan Xi Jinping o'tirdiki jumloq ustalniki ikki tarafida o'tirgan 6 odam Politbyuroniki doimiy hay'at a'zolari. Bunda jami 7 odam bor. Qolgan sirtroq o'tirganlari Politbyuroniki a'zolari endi. Mushta o'tiribdi. Bu yerda asosliqi mening diqqatimni qo'zg'agan narsa Xi Jinping degan jallod yana bir podshodek o'tirdi bu yerda. O'tganki Xitoy media xabarlarida Xi Jinpingniki holati intayin nachar ekanligi, har vaqt o'lib ketish ehtimolligi borligi to'g'riliq gaplar kuchaygan, chiqib ketgan. Endi maqatim oldingi 2 kun kechirgan yig'inda, bu yig'inda 5 tak narsa ta'kidlanibdi. Hammasi degidek Xi Jinpingniki o'rnini qo'dash, uni e'tirof qilish, kuchaytirish degandek mazmunlarda bo'libdi. Shunga bu xabardan meniki ko'nglim yerim bo'ldi. Aslida oldingi xabarlardan yaqin bir cho'ng o'zgarish bo'lgan şey deb o'ylagan. Hozir endi bunday bir ahvol bo'ldi. Zodi bu ahvollar Xitoyniki bundan keyingi
taraqqiyotiga yoki o'zgarishiga qancha ta'sir ko'rsatadi bilgili olmaydi. Lekin oldingi 2 kunda ichilgan yig'in mushtarak bir shaklda ichilibdi. Bu bir haqiqiy ahvol ochiq ashtaqa bo'lsinizlarga deb qo'yiladi. Xitoyda hozirmi harbiy boshliqlarniki tutilishi, vazifasidan qoldirilishi davomlashyotidi. Bu jihatga ishlarni ig'ir menyotidi. Shu yaqinqi bir necha yil ichida muavin ministr va undan yuqori darajalik shu harbiy boshliq va boshqa ma'muriy boshliqlarniki tutilganlarning soni 56 dak odamga berib bo'libdi hozir. Bu intayin kuchli davom qilyotidi bu ishlar. Ashning bilan Xi Jinping degan jallodga bo'lgan norozilik, unga piygi tushish degandek bu ishlarni tan kuchib menyotidi. Hozir bu ahvol yana shu oldingi 2 hafta ichida yana davomlashdi bu ishlar. Endi dunyoning 4-chi mazmun bugun so'zlaydigan dunyoning ahvoli. Dunyo miqyosida bir zo'r o'zgarish bo'lyotdi. 2024-yilda bu yil 76 dak davlatniki rahbarlarida almashish bo'libdi. Buningda bir qism cho'ng kuchli davlatlar bor, Amerikaga o'xshash, masalan, Tayvanga o'xshash degandek. Amerikada Trump saylandi, Tayvanda Xitoyga qarshi konservativ kishidan birisi saylandi. Bunda ahvollar boshqa yerlarda ko'p ko'rildi. Jami 76 dak davlatda rahbarlarni almashish bo'libdi. Undan keyin bu almashish, ya'ni 76 davlat degan gap dunyo nüfusuniki tang 20 dakka ta'sir ko'rsatadi degan gap endi. Undan ko'plagan davlatlarning rahbarlari almashgan chaqda solchilardan konservativ kishilarga almashish ahvoli bir cho'ng hozir. Mutlaq emas, lekin ko'p sondagi ahvollar o'ngchilarniki konservativlarga almashishi bo'ldi hozir. Endi bu hozir bir xil to'lqin bo'lib ketyotidi. Solchilar davlat huquqini tutgan davlatlarda hozirmi besim kuchli davlat rahbarlariga, masalan, Kanadaning bir misoli buniki. Bundaq cho'ng o'zgarish nima uchun bunday o'zgarish bo'ldi degan chog'da bu jihatda 3 sabab bor. Uniki birisi iqtisodiy sabab. Hozir dunyolashish to'lqini boshlanganiga hozir 20 yildan oshdi. Aslida bu dunyolashish globalization deydi ingizcha. Bu bo'yicha ma'noda iqtisod taraqqiy qilib dunyo miqyosida bir xil barobar shaklda taraqqiy qilib dunyo gullanadi deb burun ashtaq farazlar bo'lgan endi. Shuning bilan bu dunyolashish to'lqini ko'tarilgan. Hozir 20 yildan oshdi. Hozir qarasa undaq emas. Dunyo bo'yicha umumizlik iqtisodda chekinish bo'lyotdi. Nəhayət ağır məsələ ortaya çıxdı. Solçularınki siyasəti hərgizmi iqtisadi cəhətdəki bərabərlikni küçəytmədi. Onun əksincə boy kambag'al farqi küçüyüb ketdi. Buniki bir misali Xitoy. Xitoy yaqinqi 10-20 yil ichida nəhayət taraqqiy qildi. Lekin bu pulni yanchiqqa tiqqanlarning soni intayin oz. Kambag'allar yana nəhayət kambag'al bo'yicha turaveryapti hozir. Boy kambag'allarning farqi intayin kuchayib ketdi. Ondan keyin pul paxolligi intayin og'ir darajada yuz berdi. Buni butun dunyodagi hammadan his qilg'ilgandi Uyg'urlarmi shundoq. Aslida mushtoq dunyolashish to'lqini bo'yicha iqtisod pul tepish taraqqiy qilsa, bu pul topganlar pulni mablag' qilib solib yangidan xizmat fursatlarini yaratib, shu orqali iqtisodni gullanishni texnik ilgari surdi deb ashunday o'ylagan burun. Lekin amaliyotda pul topganlarniki ko'pinchisi uni pulini yangidan iqtisodiy mablag' qilib solib xizmat ko'paytirish emas, hammasi yanchiq solib jim turib olib, shuning bilan boylar texnik boy, kambag'allar texnik kambag'al bo'lib ketish hodisi ko'rildi. Bu shunday ahvol bilan bu iqtisodniki pulning azobini dunyo bo'yicha dunyodagi fuqarolari og'ir darajada tortishga boshladi. Shuning bilan hozir endi yaqinqi bo'layotgan saylovlarda solchilarni emas,
konservativlarni saylash bir xil to'lqinni ko'taryotadi. Birinchi sababimiz shu. Ikkinchisi rayonlik siyoset siyosatlarniki siyosat sababi endi. Bunun da bir tipik rol oynagan narsa Suriyaniki vayron bo'lish bilan nurg'un kishilar Suriyadan boshqa davlatlarga pana tilab ketdi. Masalan, Yevropaga, Kanada, Amerika degandek nurg'un davlatlarga ketdi. Men sizlarga buni ko'p qatim dedim. 8 milliondak odam chiqib, panalik tilab boshqalarga berib, u yerga borgandan keyin u davlatlar bu kishilarga farovonlik berib, ularni beqish to'g'ri keldi. Shu beqish natijasida aslida qiyinchilik ichida yashayotgan yerli xalqqa qaragan chog'da ko'chmanlarga farovonlikni texnik yaxshiroq beradigan, yordamni ko'proq beradigan yoki ko'chmanlarga yordam berish sababidan yerliklarga berilayotgan yordamni ozib ketadigan mushlar ahvollar yuz berib, dunyo bo'yicha umumyuzlik ko'chmanlardan nima deymiz, ko'chmanlarni qarshi olmaslik, ulardan zirkish, ularni chetga qeqish mushlar bir to'lqin paydo bo'ldi hozir. Ashna bilan yaqinqi vaqtlarda bu solchilar ko'chmanlarga bek amroq ishini bek echib o'tadi. Bunun çoğu misali Amerika'nın Kırvatistan hazır. Nurgun işler yüz bir batıda yakında. Cinayi işler. Kanada'da şu. İşte yüz bir oturup bu. Şanın hemsindeki yeniden kelgen köçmeler bile münasebeti var. İşte bu başka halk toy diye münasebet kançağda. Şu solçularınki işinin çoğu etip köçmelerden ekili siyasetin tuyup hazır. Hazırki saylamlarda hem de konservatif adımlarını saylaydıgan ahvallar yüz berýärdi. Bunun üçüncü sebebi medeniyet, milli medeniyet yoki milli kıymet karşı cihati bolýardy. Hemmimizin kökünde yakın yıllarda dünya intayin zor derecede çekiniş qarap mangan. Bu ahlaki ölçem cihatta, cinsi münasebet, ayal, hatta Amerika'da balalarını men oğul kız digizmeydigan derecege kep ketdi. Din, umuş, onaytı veyran boldu, yalğızlığı. Bir yerde din degen vaqtımda Amerika'da Hristiyan dinimi intayin eğir tehdit uçurdu. Yine başka nurgun vakalar bolup ketdi. Erdin ayal özgür bolgan, ayalın özgür bolgan degendek. Aslında muştaqlığı hemcinslik kişiler yo, muştaq cinsini özertken kişiler bularını hani kartellikler Muştanın arası bilen normal kişiler oturuşunda baraverlikni şeytimiz dep sesatla otur çıkan. Lekin emniyet olsa bu baraverlik emez. O gayri normal kişiler, adet kişilerinki beşe çıkıp aldıgan ahvallar şekillenişki başladı Amerika'da. Şıkılıp bu cihat kişilerine eğilişip malgan. Şunun bilen hazır endi solçulardan vazgeçip konservatif rehberlerge yüzünüş Müştah bir ahvalı yüz berdi. Ben Allah günleri New York ve Kaliforniya bular hemisi yeşil ştat başkılısı, demokratçılarındaki ştatları. Bu kadar saylamda intayin zor özgürlük yoktu. Gerçi bu yeşil ştattaki saylam bileti yenilam demokratçılarga ketken bolsa mı? Lekin nayi boyunca qaragan çağda demokratçılardan cumhuriyetçilerge özgerigen nayilerin sani şiddet bilen eşipti. Şıkılıp, müştah bir yüzleniş dünya miqyasında boldu. Bunun neticesini hazır hemimiz kördük. Anikin Amerika'da diversity, equality and inclusiveness degen bir iş batı. Diversity degen randar buluş, equality degen baravar buluş, inclusiveness degen hemen milletlerini öz içine algan buluş. Bizim idarada mı muşu timida bir ahlaki ta'lim terbiye batı mecburi her yılda qılmasak olmaydigan bir saatin. Onu şu terbiyeleş kursu qatnışıp ona degan intan bir mizdaqi. Aşta bolup ketken. Muşlarda mı kişilerin aydı zirikti. Netiniz yaxşı bolmadı bana etkan çağda. Mesela ötkende Boeing şirketiniki işinde berdim. Boeing şirketide 60%'dek rehberlerini muştaqlıqı normal emas, deymiz, mesela cinsini özgertken, kartellik, bu degandek adamlarni
rahbarlik organlarga sonini 60% qilamiz deb ashtabidan sanaqa qilib yo'l qo'yibdi ekan. Yasagan aeroplanlarning sifati tushib ketib, oraliqda bir qatim bir haftada 7 dak aeroplanning vaqa chiqdi. Ashtan bilan Boeingmi bu jihadagi siyosatini, burunqi siyosatidan voz kechdi hozir. Mana o'zgarishlar bo'ldi. Endi xabarimizda bo'lgandek konservativlar milliy madaniyatni yoqlaydi, uni qo'g'daydi, uni davomlashtirishni istaydi. Solchilar bo'lsa, uni vayron qilishni istab keldi yaqin vaqtlarda. Ajoyib dunyo bir nacharlik tarafga qarab o'zgarib mongan. Endi vaqtim dunyo bo'yicha mana bir o'zgarishning bo'lishi Trumpniki Amerikada Trumpning saylanishi bilan bu ishlarda nihoyatda tez sur'atda o'zgarish bo'lyotadi hozir. Yaxshilanish bo'lyotadi. Shu yaqinki shu sohadagi ishlarning nacharlashishi bilan hozir cho'ng media shirkatlarininki ishonchlik darajasi 30% ga tushib qoldi. Demakchi, 100 dan ichida aroq 30% dan bu medialarniki da'vatgan gaplarga ishindi qolib ishonmaydi degan gap. Shu darajada vayron bo'lib ketgan medialar. Endi bundan keyin bu ishlar biroz o'ngishlishi mumkin. Endi 5-mazmun Amerikaniki xabarlari. O'tganki videoda men sizlarga Amerikadagi uchquchsiz aeroplaniki gapini degandim. Bu uchquchsiz aeroplan dunyodagi nurg'un yerlarda paydo bo'lib, bir xil vahima paydo qilayotgan, hatto bu nimamikin deb noma'lum uchar taxsiga o'xshash bir narsamikin degan gaplarni bak bo'lgan. Bu jihatga gaplarga kuchib ketgan aslida shu to'liq sizlarga so'zlab beraman degandim. Siz yetishmay qoldim, keyinroq bu to'liq so'zlab beraman yana. Endi yaqinqi Amerikaniki tekshirishcha, Amerikaning FBI 5000 dak jip uchini tekshiribdi. Shu uchquchsiz aeroplan haqidagi tekshirib, eng oxirida keltirib chiqqan yakun nima desanglar? Bu yuz bergan ahvollar davlatga xatar paydo qilolmaydi ekan. Bexatarlik tahdidi yo'q ekan degan yakunni chiqaribdi. Demakki, u narsa asli o'ylagandek tashqi planetadan kelgan uchar taxsilar emas yoki Xitoydan kelgan uchar taxsilar nima? Uchquchsiz aeroplanlar emas, boshqa narsalar ekan degan yakunni chiqaribdi. Shunga bu jihatga ishlar yaqinda biroz pasayib qoldi. Ehtimol Yevropadagilarmi biladi, Yevropalardami bu ish to'g'ri biroz yidilish boshlangandi. Endi Amerikaniki xabari degan vaqtimizda yaqinda yuz berayotgan bir uchchong tema bor. Trump chiqqandan keyin Trump Kanadani Amerikaniki 51-shtat qilib olish, undan keyin Panama kanalini setib olish, o'tkazib olish, undan keyin Grenlandiya Daniyaniki bir avtonomiyalik rayoni bu. Greenland deydi İngilizce. U yerni setib olish degan mana shu gapni o'tirib chiqarib, yaqinda bu qiziq temalar bo'lib ketdi. Mush to'liqsiz ozroq ma'lumot berib qo'yay, bu zot qanday ish bu ishlar rost bo'landi, bo'lmamdi deb. Buning ichida Panama kanalini aslida Amerika o'ziga o'tkazib olgan. O'tkazib olib, u kanalni yasaydigan bo'lib, Fransiya oldida bu kanalni yasashga boshlab, kompyuter olmay 20 yilda to'xtab qilib, davomlashtirolmay bir xil kasal paydo bo'lib ketib, bu yerda pashidan yuqadigan. Ham iqtisodiy chiqim chiqib ketib, Fransiya davomlashtirolmay ki uni Amerika setib olib bu kanalni. Uni kanalni yasab chiqqan ekan. Bu kanalni yasashga bu kanalni Amerika o'tkazib olgan vaqtida kelishimni imzolagan vaqti ana vaqtda aniq ekan qilib bo'ldi aslida. Bu kanalni yasashga Amerika 375 atora 1904-yildan 1914-yilgacha 10 yil yasabdi Amerika. 10 yil yasab 375 million dollar
pul xərcləbdi. Bu pulni hozirgi pul bo'yicha agar aylandırsa bu necha yuz milliard dollar pul olib ketadi. 1904 yildagi pul bilan hozirgi pulniki kuchida zo'r farq bor endi. Lekin shu 10 yil shu kanalni yasash jarayonida pashidan yuqadigan bir xil kasallar paydo bo'lib ketib, uni davolay olmay Amerikaniki ishchilardan 5600 dek odam o'lib ketib ekan. O'lib ketib, shundan keyin bu kanalni Amerika boshqarib kelayotgan ekan. Taki 1970-yillarga kelganchilik. 70-yillarga kelgan chog'da Amerikaniki Carter degan prezident bor vaqtda demokratchi. Buniki bartligi tutib ketib, bu kanalni shu Panamaga qaytarib berdi ekan, o'tkazib berdi ekan. O'zini boshqarganlarda ashta qilib bu eng oxirida 1999 yili 12-31 Panamaga qaytarib berdi ekan. O joyda Clinton prezidenti vaqti $1 bu kanalni Panamaga setib berdi Amerika. Shundan keyin bu Panama o'zi boshqarib kelayotgan ekan, lekin hozir yaqinda bo'layotgan ahvollar nima desanglar, bu kanaldan bu kanal xaritaga qarab olsanglar bo'ldi, Panama kanal. Atlantik okeani bilan Tinch okeanni bir-biriga tutashtiradigan kanal. Masalan, Amerikaniki Florida shtatidan chiqqan bir parxod Kaliforniyaga kelmoqchi bo'lsa, burun bu kanalni yasashdan burun butun mana shu Janubiy Amerika quruqligining eng janubidan aylanib o'tib, andik Amerikaga keldi ekan. Ma kanal bitgandan keyin u yerga bormay, shu Panama kanalidan o'tib bunda aylanib kelalaydi. Yo'l intayin zo'rda qisqa endi. Buniki roli o'rni shu darajada yuqori endi. Bu yaqinqi vaqtlarga kelgan chog'da bu kanalni boshqaradigan 5 shirkat bor ekan. Ashani kontrol qilib turayotgan 5 shirkat. Buning ikkisi Xitoyniki ekan. Xitoyning shirkati ekan, sharq tarafda birisi, g'arb tarafda birisi bor ekan, Xitoy shirkatlariniki. Hozir bahansiri bu kanalni boshqarish huquqi Xitoylarga o'tib ketib, Amerikaning kunini tashlashga turibdi. Bu Amerikaniki parklardan oldigan işletiş hakkı varken bek yukarı. Mesela bazı parklardan bir qatim şu kanalını ötüş için $4 milyon pul aldı iken bular. Pul aldı iken Amerika'daki yakınki vaxtlarda şu kanaldan park ötküzüş için töletken pulisi hazır o yerde $18 milyar veripti. Aşağı veripti. Bu kanaldan ötüdüğün parklarındaki 70% de Amerika'daki parklar iken endi. Aşağı bu başka hazır endi Trump'nınki qo'shiq ko'p bu ishlarga. Biz buni butun o'zimiz yasagan, o'zimiz pul chiqarib shuncha odamlarni qurbon berib yasagan, oxirida mardlik qilib o'tkazib bersak, endi kelib bizning beshimizga chiqib oldi. Amerikalarga, Amerikalarni qiynayotdi deb, shuni qaytarib olamiz deb bu gapni o'tirib chiqarishandi. Shunga bu gapniki ostidagi gaplar shu. O Trump'dan degan gapida bu kanalniki xato kishilarning qo'liga o'tib ketishining oldini olish uchun degan gapi bor. Bu gapning tagidan chuqur mazmun bor. Bu yerda asosan Xitoyni ko'rsatyapti. Xitoyniki kontrol etib ketib qolgan kanal aslida bu boshqa gap o'tirib chiqdi. Ondan keyin Greenland. Buning ishi qanday desanglar, buningdimi Trump'ning degan gapida davlat bexatarligi, andikin dunyoniki erkinligi, mushni kapolatga ega qilish uchun Grenlandiyani biz setib olmaymiz deb ondaroq gapni dedi. Nima qashda deydi desanglar, Amerika 1867 yildan boshlab bu Grenlandiyani o'ziniki zaminni qilish, setib olish narsani o'ylab kelayotgan ekan, lekin bu amalga ish bo'lmagan. Hozir bu yer nimaga tava? Daniyaga tava. Ondan keyin hozir endi bu Trumpniki nima uchun bu yerga qiziqib qoldi desanglar, bir necha sabab bor buniki.
uniki birisi Amerikaniki bir cho'ng harbiy bazasi bor ekan u yerda. Nima Suli Air Base deydi ekan. Bu harbiy bazasida endi Xitoy, Rossiya, North Koreya qatorliq joylardan otgan boshqariladigan bombalarni to'sib olg'ili bo'ldi ekan. Shu Grenlandiyadagi harbiy baza orqali to'sib olg'ili bo'ldi ekan. Hamda u yerdan boshqariladigan bombalarni otqilib bo'ldi ekan. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, bu Grenlandiyada bir xil material bor. Har xil kan materiallari, bunun ichida birisi rare earth minerals deydi. Nayta az tepildigan topa. Bu narsa bütün elektronlik uskunlarga elektronlik zapchastlarga ishlatilgan bir material bu. Xitoy buniki asosiy ta'minlaguvchisi. Amaliyotda bu xil mineral Amerikadan ko'pga, lekin uni qolsa muhit bulg'unish pek ig'ir bo'lib ketadi ekan. Aslida boshqa Amerika hozir qadar buni oshmayroq kelyotidi. Lekin Xitoy arlab mush mineralni boshqalarga setib berish ishini kontrol qilib, ozaytib degandek dunyoning gilini siqyotidi. Turib qiladi buni. Gilini siqyotidi. Dunyo shu Xitoyga qarashli bo'lib qolgan bu materialda. Hozir bo'lsa Xitoy shu Grenlandiyaga nihoyatda jiq mablag' solib, aşağıdaki şu mineral kanlarını içip ola aşağı qiltiribdi. Şu bu yerdagi bir xatar nima desa, bu ziminni Xitoyning qo'liga ketish ehtimoli bak kuchli. Xitoy bahchiq madosa qiltiribdi bu yerga. Aşağı bo'lg'achqa hozir Amerika jiddlashib qolayotgan sababimiz shu. Bu ikkinchi sabab. Andikin Xitoy u yerni egallab olsa, mana bu hozir uchraydigan topa minerali. Bumi yana Xitoy budjeti texnik küçüp ketib, dunyoniki gelini texnik pek sıkıdığan bo'lib ketadi birincisi. İkincisi, nima muhitlarning bulg'unishi. Xabarimiz bo'lgandek, Xitoy hargiz muhit bulg'unishiga ko'ngil bildirgan kishilar emas bo'lar. Pul topsam bo'ldi. Dunyoniki yasharni qanday o'zib ketish bilan hech qanday kori yo'q bularniki. Shoma ikkinchi sabab. Uchinchi sabab hozir nimaniki Yaşarlıkı biraz ısıp ketişi bilen bu Grenlandiyadaki muzla iyirip hazır bir su kanalı, deniz kanalı payda boğulturuptu bu yerde. Andi bu maçta boqqasa hazırlıkı da ketiverse bu ya. Şu yeniden payda boğan bu su kanalı mı Xitayning qo'lida ipitilan gap endi. Aşta bo'lgandan abaytaman degandek muhim bir tayyorgarlik roli bor bir o'rin Xitayning qo'lida ketsa dunyoga endi tahdid qiladigan gap. Aslida boshqa Trump uni biz setib olamiz degan narsani yaqinda deyishga sabab shu. Endi bu Grenlandiyaniki ishiga nima Pussiya bo'ldi de Daniyaniki boshlig'i bu yana biz sotmaymiz deb bular qanday qilib ketadi buni keyin ko'ramiz. Uchinchisi Kanada. Nima uchun Trump Kanadani bizniki 51 shtatimiz bo'lgan deb bu gaplarni o'tirish qildi desanglar, bu chaqchaqmi yoki rasmiy gapmi, bu to'g'riliq biroz munozirlar bor hozir. Texi birlik kap bo'lamidi. Buniki bir cho'ng sababi Kanada bilan Amerika o'rtasidagi chegara intayin uzun. Andiki bu chegara beqilmaydi. Demakchi, uchuq bu chegara. Kanadadan Amerikaga bu chegara orqali qechib kirgili bo'ladi. Aslida boshqa yaqinda shu Amerikaga eqib kirayotgan zararlik chekimlik niki bir qismi Kanadadan kiryotadi. Andikin qonunsiz ko'chmanlar niki bir qismi Kanadadan kiryotadi. Kanadaniki bunun bilan kar yo'q, kar olmayotadi. Aslida boshqa hozir endi Amerika Müşnasının to'simizda birisi Meksiko taraf, yana birisi Kanada taraf. Buni to'sib bo'lolmay, u ichki davlatlarning o'zini kari olmaganligi uchun yaqinda Trump agar sen chegarani obdan boqmasang, mushtaq zararli chekimlik qonunsiz ko'chmanlarni quyib deysang bizning davlatimizga sana 25% sendin kiradigan mallarning hammasiga 25%dan boj qo'shaman degan gapni dedi aytganda. Mana shunga munosabatli endi. Aşkapni degan nima 25% bojdan gapini degandan keyin
Kanada'nınki baş ministeri Justin nimeniki Trump'nınki uyga keldik, hep kurashdi, shu kurashga vaqtda chaqchaq qilib bu gapni degan. Yaqinda yeni dedi bu gapni, uch gapni. Panama kanalınınki, Grenlandiyanınki, yani Kanada'nın gapini yeni dedi. Şuna andi bu gaplarning hammasi oxirida qarasanlar Xitoydan kelgan tahdid, Amerikaga kelayotgan shu zararli chekimlik ko'chmanlar, andikin dunyoga Xitoydan kelgan tahdid, mushlaslarniki ozlatish, Xitoyniki dunyoga hukmron bo'lishini oldini olish uchun bu narsani o'tirish qilyotdi. Endi bu narsalar chuqur shundoq bo'lamdi degan chog'da hozircha bir narsa degil olmaydi. Amerikanınki bu ishlarni o'ziga o'tkazish ehtimolligi intayin tuvan hozir. Bak tuvan. Endi bu Trump'niki bir xil ish qilish strategiyasi deb qarashga bo'ladi. Trump odatda bir gapni intayin qattiq qilib etib, oldi bilan keyin sal yumshab, o'ziga foydali sharoit yaratadi. Savdo kelishimlariga o'xshash ishlarda yaratadi. Shunga ma'mu shu ashunda strategiyaniki bir qismi bo'lishi mumkin deb qarayotganlar biroz ko'p. Lekin Amerika bu ishlarni o'ziga o'tkazib olamdi degan chog'da uniki ehtimolligi tuvan hozirgi vaqtda. Trump bir amaliyotchi bu odam. Prinsip qancha parvo qilmaydi. Unum birdigan yo'lni topsa uning uchun esilgan odam endi. O yuqoridagi ishlarni shu ashtaq o'ziniki mijozniki bir qismi deyishga bo'ladi. Mishada deb qo'ygan yana bir gap o'tganda men Trump'niki Xi Jinping mening do'stim deganligini o'tirib qo'ygandim. Yaqinda bu to'g'riliq yana ba'zi yangi shularga erishdim. Shu qitimki yaqinki Trump Xi Jinping mening do'stim degan vaqtida bu Xi Jinping mening do'stim demabdi, Xi Jinping mening do'stim ti debdi. Burun mening do'stim ti debdi. Past tense deymiz. He was my friend debdi. He is my friend emas. Şuna sözde biraz fark varken, şuna hazırki yakın vaqtlarımızda he is my friend, Xi Jinping mening do'stim degan gapni anlamadım. Aslında men anlagan buraqi gap, u mening do'stim degan gapkan. Ash gapga qo'shib, u yamir gapni nima debdi? U mening do'stim lekin u hozir yetib bag'ilolmaydigan jiratga ko'rik bo'lib qoldi degan gapni qo'shib debdi bu. Bu yerdagi yetib bag'ilib bo'lmaydigan jiratga ko'rik. A far away bridge hard to reach degan bir gapkan bu. Amerikada bir kino varken a far away bridge hard to reach degan bir kino varken ben bu gapni anlagandan keyin kinoni tekshirib baktım. 2 kun o'tgan urushi vaqtlarida kino ekan bu. Trump bu gapni ishlatibdi. Demakchi o'g'ini men do'st bo'laymi degan, ammo u do'st bo'lib bir yetib bag'ilib bo'lmaydigan jiratga ko'rik aylanib qoldi degan gapni debdi endi. Menga tushunganim shundaroq bu o'tganniki degan gapimga ozroqcha qo'shimcha tushuncha berib qo'ydim. Endi yaqinda Amerikada bo'layotgan yana bir ish, birinchi oyniki 20 kuni Trumpniki taxtga o'tirish marosimi bo'ladi Washington DC'da. Hozir Amerikadagi nurg'un cho'ng shirkatlar mushu birinchi oyning 20 kunidagi marosimiga pul iyon qilyotdi. Ko'pinchilari $1 million ba'zilari $2 million pul berganlarmi bor. Bu shirkatlar uchratib bo'ratdi bu pulni. Shu natijada nima ahvol kelib chiqadi desa, Amerikaning tarixida ko'rilib boqmagan darajada birinchi oyniki 20 kundagi Trumpniki taxtga o'tirish marosimiga iyon qilish bir vaziyati vujudga keldi hozir. Bu pulni berayotganlar oldingi qatim 2020-yili Trumpni qattiq ayblagan, demokratlarga pul bergan, Trumpni qattiq yaxshi ko'rmaydigan yoki Trumpga ziyon solish uchun tirishgan shirkatlar, masalan, Facebook deymiz, Amazon, Ford mashinasi, yine nurg'uyalar bor ekan, Facebookni bilamiz, andan OpenAI, sun'iy aql shirkati, andan Toyota shirkati degandek.
Muşlarning hammasi ayni vaqtda Trump'ın o'zini yiroq tutgan yoki demokratlarni qo'llagan shirkatlar. Bu qatam umumizlik Trump'ga pul yani qilib, mustaq bir to'lqinni shakllantirib qo'ydi hozir. Mustaq bir ish bo'lyotdi, shu yaqin chiqadigan gaplarniki ko'pinchisi mush soda bo'lyotdi. Bu albatta men degan dunyo bo'yicha solchilardan konservativlarga o'zgarish, shuni yoqlash, shu tarafga menish to'lqinidagi bir qismi endi Amerikada bunday bir shaklda o'tirib chiqyotdi. Yaqinda yana o'tirib chiqqan gaplardan birisi Amerikada tug'ilgan bolaniki tabiiy holda Amerika kirajani bo'ladigan siyosatni amalda qoldirib o'taman degan gap Trumpning og'zidan mana gaplarni chiqibdi. Mana bir gap bor hozir, lekin buniki amalga oshishini aytib taslaydi. Shunga amalga oshmasligi mumkin yoki tezda amalga oshmasligi mumkin deydi. Aslida bu Amerikada tug'ilgan bolaniki tabiiylam Amerikaning kirajani bu qilish siyosati ayni vaqtda Amerikada ikki urush bo'lib bo'lgandan keyingi qartaliklarga qartilgan ekan. Qartaliklar nima Amerikaning kirajani bo'lolmay ekan u chaqda. Keyin ikki urushlar tugab qartaliklarni qulluq tuzimidan qutuldirib qilib bo'lgandan keyin bo'pti bularniki tug'ilgan bolalari Amerika kirajani bo'lgan qilayli deb mana bir qonun chiqargan ekan bu. Keyingi vaqtlarda bu o'zgarib endi hozir bu qonun Xitoyga eng foyda beradigan bir narsaga aylanib qoldi. Xitoylarniki nurg'un yerasti o'rinlari bor Amerikada. Xitoy xotinlari Xitoyda homildor bo'lib, Amerikaga qo'shilgancha bilinmas vaqtida kelib, mishada shu Xitoy organlarini, Xitoylarni yasagan tug'ut uyi deydi buni. Shu uylarda tug'ib bolalarni Xitoy Amerikaning grajani qilib olgan ish intayin eg'ir. Meksikaliklardami bor bu ahvol. Mana bir ahvol. Bu aslidagi qonunniki xarakteri o'zgarib ketgan hozir. Ashta boshqa Trump uni to'xtaman davatidi. Lekin uni qalamni qo'llamaydi. Mening anglashimcha buni amalga oshirmoq pek taslaydi endi. Yana birisi Amerikadagi xizmat vizasi. Amerikaga xizmat vizasi bilan kelib ishlaydiganlar. Yaqinda bu to'g'ri biroz munozara bor. Ikki taraf bir taraf endi buni nihoyat yaxshi ish davomlashtirish kerak deydi. Buniki birinchi qo'lg'uvchisi Elon Musk endi. Men shu H1 viza bilan kelgan Amerikaga buni agar kimki to'xtataman deydi ekan, men u burun ko'rib boqmagan darajada uni bilan so'qishaman degan gaplarni chiqardim Twitterga. Hozir munozara bo'lyotdi. Steve Bannon degan odam buni to'xtatish kerak dedi masalan, ashta qilib bir Twitterda cho'ng bir munozara paydo bo'ldi hozir. Hozir qandaqdir bu H1 vizani to'xtatamiz degan gap yo'q dedi. Lekin shu bir qism kishilar to'xtatish kerak deydi, bir qism kishilar qat'iy to'xtatishga bo'lmaydi deydi. Ashunday bir cho'ng munozara bo'lyotdi. Shunga buni bir qilib qo'ydim. Bugun tayyorlagan mazmunim shunchalik. Shuna qilib yana tarafdan chorshanba kuni yangi yil keldi. Bizga hozir endi bu yangi yildek bayramlarmi bek hayajon soldigan, bizni xushal qildigan bir ish emas. Vatanniki ahvoli yanada nachar, nurg'un narsadan ayrilib qoldik. Hozircha ularniki asliga kelinishidan umid bek qilamiz. Asliga kelganligi to'g'riliq alomatlar yo'q dedi. Chuqum asliga keldi deb ishlamayman, lekin hozircha unday alomatlar yo'q. Ashta boshqa bu bayramlardami nima ish qilganligi, voy bir bayram bo'ldi deydigan bir hissiyat yo'q. Mana 3 kun 2000 yillar kirsa dunyoda bir o'zgarishib ketgan deb shunday bir dakka-dukkida yashagan vaqtlarimiz bo'lgan bizning. Shuniga 25 yil o'tib ketibdi. Men o chaqda Silikon Kremniy jilg'isida ishlayotgan vaqtimda mana hayot deb bo'g'chilik 25 yil bo'libdi hozir. Buni necha kundan keyin 2025-yilda kirdi. Ashta bo'lsa-mu amalan bayramni xushal-xuram o'tkazishga tirishaylik. Necha kun baldir bo'lsa-mu hammalarniki yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Bu damsa, sizlar qatim kirishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.